qildik. Bizni futbolchimiz mana shu Abduqodir Husanov borgandan keyin ularda haligi hozirgi kunda современный tilda aytib o'tsak, followerlari 100 milliontaga ko'paydi. Bu degani O'zbekistonda endi 37-38 millionga yaqin mana xalqimiz bo'lsa, O'rta Osiyoning boshqa davlatlari ham shu futbolchimiz sabab Manchester City jamoasini muntazam ravishda kuzatib borayotgan haligi muxlislar qatoriga qo'shilishibdi. Hozir ular yana bir sportchi, futbolchimiz va O'zbekistondan bir sport klubini ularni hozir guruhida 12 ta sport futbol komandasi bo'lsa, 13-chi komandani xudo xolasa O'zbekistonda bir jamoasini olish niyatida yurishibdi. Biz hozir reja qilyapmiz. Avgust oyida yangi mavsum boshlanganda borib o'sha futbol jarayonini va ularning tayyorgarlik jarayoni, futbolchilarni qanaqangi jalb qilish va qanaqa o'rganish jarayoni bilan tanishib, Oybek Amirovich bilan hozir Ravshan Sayfuddinovich bilan biz bir qator rejalar qildik. Bu yo'nalishda ham ancha ishlarimiz bor. Mana shu narsalarni ham xalqimizga tarqatish, yetkazishda sizlarning yordamlaring kerak bo'ladi. Shuning uchun eng birinchi o'rinda sizlarga mustahkam sog'lik, salomatlik, haligi ruschasiga qilib aytganda, самое банальное, но самое важное я хочу пожелать вам крепкого здоровья и в будущем успехов.